isming nima? Meningmi? Mening ismim Ahmad Sattan. Behzat qo'sam. Ahmad Satmo ya. Ahmad Satangmo. Samat og'inam. Shu siznimi shu boytaq. Menmi boytaq olgan ekan, ishkan ma'batlashinglar degan shu ma'batlashganqa shu. Nim ko'rib qolding meni? U bu tunashtirs menda aralashib qo'ydiganga. Men Parijmo. Parizat. Aprava zatlaringni. Men ko'rdingmi meni? Pari Daka. Ey, Pari cholaq uqdingmi? Unda olab qolsa siz bir deb qilsam, sizning qanday talablaringiz bor, anglab baqay. Mening jiq talablarim yo'q degina. O'g'al olganki, o'g'al boladek bo'lsa, erkishdek bo'lsa degina. Jinsim deb qo'yib, xotin kishdek paq shuriydigan anda go'yladim bo'lsa. Bo'ldi menga. Ko'rdigan bo'lsa men o'g'il bo'ldik, yuzdan bo'lmamdi deb ishini much urib to'kayotgan ketdi demaysa. Mena Samat og'inam. Maqzvalning bir 6 aksi var demagan bo'lsa, qaylan siz menda takalluf qo'ttamaydan. Men baqa qaylan bizning mazmunda Kankishada yashapında bir rasmiy bir qajinaqda qiziq to'piq desep cho'ng'oga o'g'alma o'zim ushlab. Asl akamning borligini bilib, manchilik o'tira olding deganam ya. Hurmat hamda akalaringiz bo'lgan. Bu tutirib ketding-ku. Yo'q, bayam o'birni kirishni unutib qolibganman azroq. Ey, appaq fukam. Men maktabda yaxshi o'qi desam, o'qimaysa, anglamaysa. Endi shunim tarjim qilolmay yurdingmi? Izlash tarjimani deb bassang chiqadi. Ash bilmagan qaytingni rasmga chasidi tatsa, tarjima qilib berdi emasmi? Sen menga bekli yording degina. Bo'ladi ekansa, ko'nglimga bir chek turib qo'ydim. Samat degan og'ining deb qo'ydigina. Bir bo'lsin olmay jumoman.